Assalomu alaykum do'stlar. Biz ITB Berlinda do'stlarimiz Luana, Aliya va Aleksandr bilan birga ko'rishib qoldik. Mana O'zbekistonning stendi. Biz birgalikda вместе работаем. Немножко для узбекистанцев. Смотрит. Для всех узбекистанцев привет. Пусть Центральная Азия развивается, процветает туризм во всех наших странах. Мир вашему народу и всему туризму. Всем привет! Надеемся на дальнейшее сотрудничество, так как мы в Центральной Азии и, соответственно, мы должны вместе работать. Hello everyone, we are Turkish people, we love Uzbekistan. O'zi tayyorgarlik juda katta. ITB Berlinda O'zbekiston o'zini juda katta stendida qatnashyapti. Eronnikini ko'rishingiz mumkin do'stlar. Persiya deyapti. Bu Ozarbayjon. Mana biz Madlen Williams bilan birgamiz, IPD'dagi hamkorimiz. Mana pul bayram haqida gapiryapti. Coming Laram Festival Malangan. Flower Festival. Namangan viloyat delegatsiyasi ITB Berlinni dastlabki kunida o'sha shoularni amalga oshirdi. Ayniqsa o'sha Qozog'iston, Qirg'iziston mana shu yerda ko'p vakillarni topdik. Ozarbayjon vakillari bilan ko'rishdik. Germaniyani o'sha Import Promotion Desk vakillari bilan biz ko'rishdik. Bu ITB Berlin biz uchun juda katta maydon vazifasini bajarib beryapti va buning natijasida biz yangi hamkorlar topyapmiz. Mana rejalarimiz juda katta. Mahsulotlar ajoyib. Mana bugun tinchlik. Ertaga Parijga ketamiz, ertaga xudo xolis. O'tkazib, birinchi kunni o'tkazib, tegishli hamkorlarimiz bilan shartnomani imzolab, safarimiz yana davom etadi. Parijda. Keyin Belgiyaga, Bryusselga boramiz. Belgiya safarlari kutyapti. Namangan delegatsiyasi asosiy maqsadimiz faqat shahar ko'rish emas, balki Namangan turizm salohiyatini ko'rsatish, Askent arxeologik majmuasi tanishtirish, bundan tashqari Ziyorat turizm kompaniyasi Yevropadan yangi hamkorlari bilan shartnoma imzolash belgilangan. Shu shartnomani imzolab, xudo xohlasa O'zbekistonga umuman O'zbekiston, Markaziy Osiyo, Farg'ona vodiysi, Namanganni turizm salohiyatini targ'ib qilib, turistlarni jalb qilish asosiy maqsadimiz. Juda to'g'ri aytasiz. Mana biz o'sha Wittenbergplatz maydonidamiz. Yana bir mashhur maydoni bor, Berlinda Alexanderplatz. U yerda o'sha Alexanderplatzda Brandenburg darvozasi, u yerda Reichstag, u yerda o'sha hozirgi Bundestag binosi, u yerda o'sha Berlin tarixiy muzeyi, Berlin sabori bor, o'sha 1200 yil avval qurilgan. O'shunaqa markazlar bor. Endi Wittenbergerplatzda esa mana ko'ryapsiz, asosiy mana Kaufhaus des Westens juda katta qadimiy bino bu ham. Mana bu tomonimizda o'sha Kelkon kongress konferens zallari turibdi va bu yerda o'sha Underground Bahn va bu yerda Mercury hoteli va orqamizda Ibis hotel, o'sha biz turgan hotel. Umuman kayfiyat juda zo'r. Mansurbek bilan xudo xolasa bugun Parij rejasini qilamiz. Elchiga Botir aka xat yozib berdilar. Tashqi ishlar ministrligiga xat ketdi. Mana bizning otel Supermarket Edeka. Edeka supermarketi.
sizlar bilan navbatdagi tungi sayrda ko'rishamiz va ertaga ko'plab uchrashuvlarni o'tkazamiz. Omon bo'linglar.